Afternet Premyera. Qizg'aldog'im qirdan bo'lak toshonang yo'q. Yoki yoysang yerdan bo'lak toshoynang yo'q. O'ksib turganingda o'zim borib peshonangdan o'pay desam peshonang yo'q. Qizg'aldog'im qirdan bo'lak toshonang yo'q. Yoki yoysang yerdan bo'lak toshoynang yo'q. O'ksib turganingda o'zim borib peshonangdan o'pay desam peshonang yo'q. Qizg'aldog'im sen ardog'im ovunchog'im. Qizg'aldog'im sen ardog'im ovunchog'im. Qadring bilgan, darding bilgan ay kiming bor. Kelib ketar bahor senga bevafoyo. Go'zalsanki senga bari gullar ag'yor. Oxursang bir ohing tinglar ostonang yo'q. Sollanasan kelinchakday boshing egib. Jayron o'tgan so'qmoqlarga yoshing to'kib. Qizil yuzing qon dilimga turar tegib. Meningdek sen g'aribning ham parvonang yo'q. Qizg'aldog'im sen ardog'im ovunchog'im. Qizg'aldog'im sen ardog'im ovunchog'im. Qizg'aldog'im sen ardog'im ovunchog'im. Qizg'aldog'im sen ardog'im ovunchog'im. Qizg'aldog'im Nigohing taftidan ditsam bayotim. Ko'zingga termulib o'tsa hayotim. Sen jonim deganding, jonimni olding. So'nmas bahorni qalbimga solding. Oh bunchalar chiroylisan mani jonim sanam jon. Oh bunchalar alamlisan mani jonim sanam jon. Oh bunchalar chiroylisan mani jonim sanam jon. Oh bunchalar alamlisan mani jonim sanam jon.
alamlisan mani jonim sanam jon ah bunchalar alamlisan mani jonim sanam jon ah bunchalar chiroylisan mani jonim sanam jon ah bunchalar alamlisan mani jonim sanam jon Yodiy majmuamizni 2022 ya'ni Buyuk G'alabaning 75 yilligi munosabati bilan prezidentimiz tomonidan ochib berilgan majmua hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bog' hududi 14,5 gektar maydonni o'z ichiga oladigan bog' hamda uning tasarrufiga kiradigan shon sharaf davlat muzeyi qarshisidagi birinchi muzeyga kirib aylanib, oxirida bog' yuringlar birga. Shon sharaf davlat muzeyi aynan to'g'ri yo'lda turgan ikki etajdan iborat bo'lgan. Aynan tepada 15 nafar haykalimiz bor. Bu yerda o'rtada esa general mayor Sobir Rahimov, ya'ni generallik unvonini aynan urush davrini o'zida olgan yagona generalimiz ham bu general mayor Sobir Rahimov. Ularning yonida esa ikki nafar ayol kishi bor. Bittasi snayperchi ayol Zebo G'aniyeva, ikkinchisi muqaddam Ashrafova professor ayolimiz. Yo'ldagi baraliklarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu yerda front orq harakatlari ko'rsatib berilgan, ya'ni front oldida ayollarning mashaqqati, mehnat ko'rsatib berilgan hamda yosh keksalarimizni urush davrida 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan erkaklar urushga jalb qilingan bir vaqtda dala mehnati ayollar zimmasiga qolganligini hamda yosh keksalardan foydalanganligini ko'rishingiz mumkin. O'zbekiston hududida aynan ko'chirib kelingan 171 nafar zavod va fabrikalarda ishlab chiqarish jarayonlari aks ettirib berilgan. Oxirida esa frontda yana bir qaytayotgan askarlar hamda yosh bolalarimiz o'rtada esa sharaf ramchanlari ahillik hamda birdamlikni bildiradi. Urushdan front ortida hamda front ichida yo'lovchilarimizdan mehnat qilganligini ko'rishingiz mumkin. Urush davrida bizda Nega chaman istamas yantoq sahrosidan kelmaydi beri axir qumsar yongan shu ovloq ne qilsa ham uning vatani nega chaman istamas yantoq sahrosidan kelmaydi beri axir qumsar yongan shu ovloq ne qilsa ham uning vatani shu bir yantoqchalik bo'lmasam bolam dema vatanim meni shu bir yantoqchalik bo'lmasam bolam dema vatanim meni eshigimsan allalar aytgan eshigimsan kuzatib kutgan eshigimsan allalar aytgan eshigimsan kuzatib kutgan har balodan avaylab asrab erkalatib kaftida tutgan har balodan avaylab asrab erkalatib kaftida tutgan xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim meni xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim meni xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim meni xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim meni
Çorgohlaring sariqborlaring savlatiga dunyo bosh ekkan Samarqandu Buxorolaring faxrim mening shashmaqomlaring Çorgohlaring sariqborlaring savlatiga dunyo bosh ekkan Samarqandu Buxorolaring tarixingni bilmasam seni bolam dema vatanim meni tarixingni bilmasam seni bolam dema vatanim meni xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim meni xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim meni buyuk safar boshlading mana har qadamda qilding tantana buyuk safar boshlading mana har qadamda qilding tantana farzandlarin boshin silagan sendayin yurt ko'rmadim yana dilbandlarin boshin silagan sendayin yurt ko'rmadim yana agar qadring bilmasam seni bolam dema vatanim meni 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 xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim meni xizmatingda turmasam bolam dema meni Yil 26
kuylayman, oqibatini o'ylayman. Muhabbatsiz hayot yo'q, sadoqatdan so'ylayman. Taronaman, nalaman, yurt ishqida yonaman. 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 Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую и услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла.
песня, песенка девичья. Ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую и услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Mana Akub? Mana shuni. Ha? Ha, shuni-chi. Bu samarqandlik Hamid Samatovlar 13 nafar yetim bolani asrab olishgan. Bironta bola bo'lib olishgan. Hatto bu tomonimizga qaraydigan bo'lsak, buyurtmalar temir yo'lchilarni aloqa vositalari, o'rnak bu tomonga